Massaj tayyorlab tazminlaydi. Buning uchun qonda kamligi syurpriz tayyorlayapman. Soat 22:22da. Nega qo'yishgan? Xo'sh, muammo qachon hal bo'ladi? Nazoratli kabinetdan davom etmoqda. Uchinchi manzil emas, qabriston bilan qo'shni bo'lgan xonat. Aynan mana shu ko'rsatkichni toshib ketayotganligidan Poyezd Cobalt rusumli avtomashina bilan to'qnashib ketdi. mahallaga murojaat qildim. Mas'ullar bilan bog'lanamiz. Futboldan qaytayotgan vaqtida Bo'ysunmagan o'qituvchilarning dars soatlari qisqartirilishi bilan qo'rqitilgan. dushanbadan shanbagacha 21:00da. Buvijon. Ha? O'qishga ketyapman. Menga qara qizim. Senda gapim bor. Xo'p, eshitaman. Kecha to'g'risini aytsam, hammamizni yuragimizni yording bolam. Yana hozir o'qishga ketdim deb hunar ko'rsatmagin bolam. Yo'q, buvijon. Xavotir olmang. Kecha bir shunaqa bo'lib qoldi. Boshqa qaytaring. Sizga so'z beraman. Bolam. Menga to'g'risini ayt. Kecha o'zi nima bo'ldi? Hammani aldasang ham meni aldolmaysan. Seni bolaligingdan bilaman. O'zim katta qilganman. Ayt, nima bo'ldi jon bolam? Buvijon, Xo'sh, hayotda yomon odamlar ham ko'p-a. ha. Ko'p. Nima bo'ldi? Seni birov xafa qildimi? Gapir. Yo'q, buvi, hech narsa. Unda nega qishloqqa bording? Sababini ayt. Yoki kimdir seni majburlab olib ketdimi, a? Gapir bolam, ayt. Ayt. Yo'q, buvijon. Aytyapman-ku, xavotir olmang. Mening hech narsa bo'lgani yo'q. Mana ko'ribsiz, hammasi joyida. Kecha kirib kelganingda ahvoling unchalik yaxshi emas edi. Nimadir bo'lgan edi. Meni yuragim sezdi. Nima bo'ldi? Gapir. Yurak aldamaydi, bilaman. Nima bo'ldi? Ayt bolam. Bo'ldi. Xavotir olmang. Shunchaki sizlardan juda xursandman, buvi. Shu xolos. Siz xavotir olmang. Rost aytyapman. Mayli. Qizim. Endi kech yugishingga yo'l qo'ymayman. Uyga erta qaytsang o'qiysan. Bo'lmasam yig'ishtirasan. So'z beraman sizga, buvijon. Faqat siqilmang, xo'p? Bundan buyog'iga hamma aytganinglarni qilaman. Men senga qo'ng'iroq qilib Badullo, kim bilan yotasiz? Buvijon, xo'p. O'zingiz ehtiyot qiling. Men ketdim. Ey Xudo. Bolamni o'z panohingda asragin. Shu qizim ramon o'qishlarini tugatib, to'ylarni ko'ray. Xudo xohlasa, ularni ko'rishni nasib etsin. Amin, Alloh. Nozik, kecha akang yuragimni yordi. Kecha telegramdan yozdim-ku. Uyga keldim, xavotir oldim. Ha, bildim uni. O'zi qayerda eding? Qishloqda edim. Qishloqda? Qishloqda nima qilayotganding? Adashib qoldim. Bo'lmagan. Eslolmaylik.
Nigayam yorilmadi. Kechagi voqea haqida eslashniyam istamayapman. Yaxshilab surishtirdingizmi? Menga qarang. Qiz bolaga ish qilib ko'ngilsiz voqea yuz bermadimikin? Boya gaplashdik. Surishtirib ko'rdim. Menga nimadir aytmoqchi bo'ldi-yu, aytolmadi. Shuni bilishimiz kerak. Nima bo'ldi? Siz ham yana gaplashib ko'ring. Yo'q, oyijon. Nabiringiz o'ziga rosa pishiq-ku. Men Nozimaga ishonaman. Men ham ishonaman. Ish qilib shunday bo'lsin-da. Qo'ng'iroq qilib tayinlang. Qorong'i tushmasdan uyda bo'lsin. Xo'p, aytaman. Agar gapingizga kirmasa, telefonni menga bering. O'zim tushuntirib qo'yaman. Xo'p, mayli. Alo, qizim. Oyijon. Yaxshimisan? O'qishga yetyapsizmi? Mana, buvingga beryapman. Mana oyijon. Qayerdasan, Nozima? O'qishdaman buvijon. Boya aytdim-a, yana takrorlayman. Dars tugashi bilan yetib kelgin. Xo'p, qizim. Xo'p bo'ladi buvijon. Jonim bola. Ovozingdan o'rgiling. Kutaman bola, kutaman. Xo'p, xo'p. Qani ko'rdingizmi? Mayli. Bo'lmasa oyijon bir suv ovqat harakat qila qoling. Eri suv ovqat yoqtirmaydi. Ovqat qila qoling. Erkak kishi bilan shurdir sho'rva qildinglarmi deb jahli chiqadi. Xo'p, oyijon, bo'pti. Xo'p. Ay. Yüzümden buyur. Xafa bo'lma, shunchaki so'radim-da. Buguncha o'zim senga ovqat olib beraman. Rahmat, shart emas. Bo'ldi, endi jahling chiqmasin. Bo'pti. Nima olib berasan? Nima istaysan? Kim? Shoshmay tur. Alo. Assalomu alaykum. Kim bu? Alaykum assalom. Men Shahbozman. Ketiga sizga yuborib qo'ygan Yaxshimisiz? Rahmat, sog'omsiz? Ha, yaxshiman. Uydagilar narsa gap eshitgandirsizlar. Yo'q. Gap o'rganimdek gap eshitmadim. Bugun qayerga boring? Sizga yashab qo'ymoqchi. Yo'q, shart emas. Iltimos, yo'l bering. Yo'q, ovora bo'lma. Kecha mashinamda bitta narsa qolib ketibdi. Shuni sizga berib olishim kerak. Nima ekan? Ko'rishga Xo'p, hozir manzilimni Telegramdan tashlab yuboraman. Xo'p. Tinchlikmi? Tinchlik. Voy dugonalar, shoqqa, gulli nappi. Qiymat yig'ishtiringlar, serial ko'ramiz. Bandadek. Xullas, siz olib ketishim kerak. Endi bir umr anavi akasi xotiniga suyuqlik qilgan erkak deb ko'rsatishadi dedi seni. Erkak bo'lib qanday qilib bosh ko'tarib yurasan, desalar bo'ladimi? Yer yutsa uni ham tezroq. Uni aybi nima? Qizini senga kelin qilib berganimi? Anogin, hamma ayb seni o'g'ling o'zida-ku. oyimni qumruv o'ldirdi. Seni u bilan tiling birmasmi? Yo'q, dadasi. Oyijonim.
Dedem unga nima qildi? Chaqirmaydigan ekan. Nima? Nimalar deyapsiz? Dadam umrida birovni bunaqa qilib xafa qilmaganlar. Hattoki ko'ngliga ozor bermaydilar-ku. Umrimda ekanlar. Ha? Kelinglar. Kelinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar. Yaxshimisiz? Xafa bo'lmasdan o'tiribsizlarmi? Kenaya. Benzin olib kelyaptimi? Vay. Yo'q. Voy. Benzin kelib kelyapti. Tunda kimdir benzin sepib uyimizni yoqmoqchi bo'ldi. Ertalab tursak, darvozalarga, devorlarga benzin sepilgan. Bilmasam. Shu sovuqda sizlarni ko'chada qoldirib, uyingizni kuydirmoqchi bo'lgan imonsizlarni jazolash kerak. Ichki ishlarga bildirmadinglarmi? O'sha bo'shayotgan idish eshigimiz tagida yotgan ekan. Chalayoqga ko'z cho'kayapti. Ikkalasini ham olib, tegishli joyga tekshirtirishga jo'natib yubordik. Ajab qilibsiz, xo'p qilibsiz. Jazosini olsin. Kim yoqqan bo'lsa ham qamatish kerak. Bir idish benzinni sepgan odamni ustidan bir haftagacha benzinni hidi ketmas ekan. Shunga ikkala ovsinimdan ham benzinni hidi kelganiga hayron qolyapman. Unaqa demang, o'psin. Rabiha, qo'ying endi. Maraka kunda yo'q joydan janjal chiqarmang endi. Bizga tuhmat qilmang. Bo'lsin. Voy. Qaranglar, kimdir keldi. Chiqamiz. Yuring, hozirmi? Boryapmiz. Qaraylik-chi. Kenaya, yurimiz ham chiqamiz. Azaliy xonadonga ham shunaqa ish qiladimi, ha? Shuni ayting. Yenge. Hammasi uchun bizni kechiring. Akam ham qilgan ishlaridan qattiq pushaymon. Oyimlar ham. Men shunaqa azob berar ekan. Toshbag'ir. Meni qiynaydigan insonga turmushga chiqaman deb hech ham o'ylamagandim. Akam qattiq pushaymon yanga, ishoning. Yo'q, endi akangizga ishonmayman. Hech qachon kechirmayman. Bu mavzu endi men uchun yo'q. Ajrashishga ariza berganman. Tez kunda ajrashamiz. Haliyam umidvormisiz? Bundan umidvormisiz? Shuning uchun akam bilan ajrashamizmi? Sojida, og'zingizga qarab gapiring. Tolib meni sinfdoshim. Aka tozaladim uy. O'tmishda bo'lgan. Haligi uyda. Qandachi? Shuni tozalab Qanachi? suv qilmadi. Bu qasvishi. Ana, ha. Tolib sizdan haliyam umidvor. Bitta havoy. Sojida, gaplarni qo'ying. Itara hatto yumont qilaman. Hozir mavzuga joy Yumontman toz. bilaman. Yer ochsam. Laqqa jo. Ertadan o'qishga ketasiz. 15 minut. Keyin yana Tolib İşte minut